Hozir ko'p kuzatyapmiz. Misol uchun Instagramda ham bir soatda $100 tikib, $20,000 topdim. Boshida oddiy buxgalter sifatida ishga kirib, oxirida senior buxgalter lavozimigacha chiqdim. Atlantaga borishim, o'zi Jorjiya shtatiga borishimga meni ustozim Umidjon Ishmuhammedov o'rinlari juda yuqori. Amerikada bir juda menga qulay joyi o'qishi, darslarni o'zingizni vaqtingizga qarab qo'ysangiz bo'lardi. Sababi men bu yerda Amerikada ochig'i 100 ming atrofida topardim yiliga. Men bir vaqt o'zimni investitsion fondimni ham boshladim. Ba'zi bir tanishlarimni pulini boshqarib borardim. Sizga aksiya oldi-sotisini imkoniyatini yaratuvchi platforma, tashkilot, broker deyiladi. Forex bozori u keyingi etap xavfli hisoblanadi. Lekin men o'zim aktiv trader emasman. Misol uchun 10 ta kompaniyaga investitsiya qilsangiz, 2 ta 3 tasidan minus qilsangiz ham qolgan 6 ta 7 tasi sizni minusingizni yopib olish uchun. To'g'ri, O'zbekiston bu Amerika yoki Dubay emas. Ko'chmas mulkka tikilgan investitsiya hozir ham mevasini beradi, kelajakda ham mevasini beradigan. Xuddi shunday. Afzallik ham bo'yiga ham enik o'sadigan yo'nalishda. Ya'ni bizda O'zbekistonda ko'chmas mulkka qiziqish katta. Bizda ko'plar kam pul investitsiya qilib katta daromad olishga harakat qilishadi, ochig'i. O'zbekistondagi eng katta muammolardan bittasi bu kadr yetishmasligi. Assalomu alaykum azizlar. Biza do'stona podkastimiz 2-sonini boshladik. Kuzatishda davom etinglar. Oxirida zo'r sovg'alarimiz bor. Assalomu alaykum. Bizani do'stona podkastimizning qadrli kuzatuvchilari, bugun maxsus mehmonimiz bor. Xudo xolasa juda ham manfaatli suhbat bo'ladi. Xush kelibsiz Muhammad Aziz aka. Assalomu alaykum hammaga. Rahmat kattakon shu podkastga taklif qilganingiz uchun. Muhammad Aziz aka, asli mana endi savolga o'tadigan bo'lsak, siz kimsiz va qaysi sohalarda mutaxassissiz? O'zingiz haqingizda va sohalaringiz haqida qisqacha aytsangiz. O'zim 1992-yil Toshkentda tug'ilganman. Boshida o'sha boshlang'ich maktabim o'zimizning mahalladagi 273-maktabga chiqishni boshlaganman. Keyin ota-onam meni o'sha paytda yangi ochilgan Islom universiteti qoshidagi gimnaziyaga o'tkazishgan 5-sinfdan va ana o'sha maktab meni rivojlanishimga juda katta hissa qo'shgan deya olaman. Sababi ertalab borib kechki payt 3-4 gacha o'qirdik o'sha yerda. Gimnaziya bo'lgan. Gimnaziya sifatida hali o'sha paytda men 2001-yil o'sha maktabga chiqqan bo'lsam, unga o'xshagan maktablar deyarli yo'q edi. Undan keyin 9-sinf yakunlab diplomatiya qoshidagi litseyga kirdim. 3 yil o'tda o'qib, u yoqdagi ustozlarga ham juda minnatdorman. Juda meni rivojlanishimda yordam berishdi va shu diplomatiya litseyini bitirgandan keyin Amerikaga ketdim. 2011-yili Amerikada Kennesaw State University'da o'qishni boshladim. To'g'riroq kichkina tuzatish, 2011-yili Minnesotada o'qishni boshladim va 2012-yili Kennesawga o'tdim, Atlanta shaharidagi va Atlantaga borishim, o'zi Jorjiya shtatiga borishimga meni ustozim Umidjon Ishmuhammedov o'rinlari juda yuqori. Aeroportdagi hodisa. 2000 o'sha joyni qoldirib ketdim, lekin o'shani qo'shib o'tishim kerak. 2010-yil biz bitta akamlarni kuzatayotganimizda aeroportga chiqqanmiz. O'shanda boshida ozgina eringanman, sababi juda ertalab edi. Lekin baribir ham o'zimga qanaqadir qiziqish bo'lgan, shu akamga havas qilib Amerikaga ketayotganlariga kuzatishga chiqqanmiz. Ana o'shanda Umidjon Ishmuhammedov ko'rib qolganman va aytganim, ya'ni so'raganim, Umidjon aka, shu Amerikaga o'qishga bormoqchiman, nima maslahat berasiz? Hozir IELTS o'qiyapman deb so'raganda, IELTS emas, sizga SAT o'qishni taklif etaman. SAT o'qisangiz Amerikaga kirishingiz, Amerikada o'qishingiz ancha osonlashadi deb. Ana o'sha kundan uyga borib, ozgina uxlab olib, ertasi kuni IELTS'ni tashlab SAT'ga o'tganman. Umidjon aka bilan aloqada bo'lib turardik, Amerikaga ketganlarida ham.
birinchi shu marta tanishgansiz, birinchi marta o'sha yerda birinchi ko'rgansiz. marta ularni emallarini yozib olganman. Shu email orqali aloqada bo'lib turardik, har xil ularga essaylar jo'natardim, tekshirib berardilar, o'zlarining fikrlari bilan ulashib. Va Umidjon aka ham juda hayotda juda minnatdorman ularga, menga o'sha boshida ustozlik qilib, yo'l yo'riqini ko'rsatib, yo'naltirib yuborganlari uchun. Undan keyin ham Amerikadaligimda, keyin qaytganimda ham juda birgalikda har xil proyektlar qildik. Ular haqida ham hammasi sekin gaplashamiz. Zo'r shu proyektlar. Keyin Amerikada 2016-yilda o'qishni bitirdim. 2016-yilda o'qish bitirgandan keyin o'zimning yo'nalishim, ya'ni buxgalteriya va moliya yo'nalishi bo'yicha First Data kompaniyasiga ishga kirdim. Bizning kompaniya asosan asosiy yo'nalishlardan bittasi kartalarning protsessingi bilan shug'ullanardi. Va o'sha kompaniyada meni boshida oddiy buxgalter sifatida ishga kirib, oxirida senior buxgalter lavozimigacha chiqdim. Va o'zim o'sha 5 yil davomida Amerikada professional darajada ishlagan bo'lsam, men uchun juda katta maktab bo'ldi u ham. Keyingi hayotimda va keyingi professional hayotimda desam bo'ladi. O'zi Amerikada juda turli tuman ishlarni ko'rganman. Ya'ni talabalik paytida ham. Aynan talabalik paytda, talabalikdan keyin ham, ishlayotgan paytimda ham. Sababi bilasizmi nima? Amerikada hayot har doim harakatda. Juda ham tez. Juda yorqin, tez o'sish. Hamma qarasangiz nimadir ish bilan shug'ullanib yurgan bo'ladi. Kimdir o'qigan, kimdir o'qigan. O'sha Amerikaga birinchi borganimda universitetda ish boshlaganman. Universitetda o'sha darslar tugagandan keyin hamma xonalarni tekshirib chiqib, doskalar tayyormi, tozalanganmi doskalar, hamma kerakli narsalar, asbob uskunalar hammasi joyida turibdimi? Hammasiga 4-5 soat o'sha yerda universitetda bo'lardik. Juda ko'p chet elliklar bilan ish davomida ham tanishib olganman. Nepaldan, Xitoydan amaliy kelib ishlashardi universitetdan darslardan keyin. Kennesoga, ya'ni Atlantaga o'tganimdan keyin u yerda asosan el qatori pitsa dostavkasi bilan shug'ullanganman. Ko'plar juda qulay ish bo'lardi. Sababi bizani o'sha pitsa joyimiz kechki payt ishlardi. O'qishni tugatib, o'qishni bitirib kechki paytgacha o'qisam, keyin pitsaga borardim. 2-3 gacha ham ish davom etardi kechqurungi. Keyin yana uyga borib dam olib, Amerikada bir juda menga qulay joyi o'qishni, darslarni o'zingizni vaqtingizga qarab qo'ysangiz bo'lardi. Har bitta semestr boshlanishidan oldin siz deyli o'sha 4 ta 5 ta dars olmoqchisiz va o'qituvchisiga qarab, dars soatiga qarab o'zingizga tanlardingiz. Vaqtlarni oldindan o'zingiz reja qilsangiz bo'ladi. Chunki o'sha aytib o'tganimda hamma harakatda, hamma nimadir ishi bor. Kimdirlar kechqurun ishlaydi, kimdirlar kunduzi ishlaydi. Shunga yarasha ular ham misol uchun matematika darsi bo'ladigan bo'lsa yoki qanaqadir filosofiyami yoki buxgalteriya nimadir farqi yo'q. Ya'ni qaysi bitta dars bo'lishidan qat'iy nazar bitta darsni 2-3 ta odam berardi. O'zingizga qaysi bir vaqt to'g'ri kelsa, dushanba, chorshanba, juma kuni olasizmi yoki seshanba, payshanba kuni olasizmi, o'zingizga qarab to'g'rilab olardingiz. Menga juda qo'l kelgan o'qishim paytida. Zo'r. Demak, o'zingiz boshqa mashg'ulotlar bilan shug'ullansangiz yoki chiqarish bo'lsa, oldindan to'g'rilab, bemalol gaplashish qulay. Qulayligi shunday edi. Keyin 2021-yili Toshkentga keldim. O'ylanishim kerak edi. Gap unda ham emas, endi o'zimga shu o'ylanish niyatida keldim o'zi. O'zim umr yo'ldoshimni qaysidir ma'noda topgandan keyin oldimda tanlov turgan edi. Amerikada mana 10 yil yashadim. Amerikaga qaytib borishmi? Amerikaga qaytib borsam, meni hayotim davom ettirardi. Ya'ni Amerikada qilib yurgan ishimni davom ettirishim mumkin edi. Yokida
boshqa ish bilan shug'ullansam, lekin endi Amerikaga o'rganib qolganman. Mani universitetdagi vaqtlarim, professional ishga kirgan vaqtlarim yokida topgan qaysidir ma'noda daromadim hammasi endi Amerika bilan bog'liq edi. O'zbekistonda ham o'zi ketishimdan oldin kichkina mayda-chuyda ishlar qilib yurganman, kitob sotganman, misol uchun qo'y ham katta qilib sotgan vaqtim bo'lgan. Qurbon hayitidan oldin zo'r har xil narsalar qilib ko'rganman. Lekin professional hayotda Amerika bilan bog'liqlik bo'lgan. Lekin ketsam bu yerda xotinim qolardi. Bu yerda keyin hammaga o'xshayim kelmadi. Kim borishadi, dokument qilish kerak, xotinim bu yerda kutib turadi, taxminan hozirga 2-3 yil ketib qoladi. 3 yil ketadi. Ha, dokumentlar. Bemalol 3 yil ketib qoladi. hatto green karta bilan birinchi borib keyin kelib uylanganda ham shunaqa. Oldin adashmasam qisqaroq, hozir uzaygan deb aytishadi. Hozir uzaygan sari uzayib boryapti, chunki bu yerdagi dokumentni ko'rib chiqishga vaqt ketadi, qancha ko'p odam topshirgan sari. O'zi Amerikada aytishadi, mana shu immigratsiyasi eng effektivsiz ishlaydigan tashkilot Amerikada. Juda cho'zib yuborishadi. Effektivnosti yo'q. Talabgorlar ham juda ham ko'p-da. Shunaqa. Talabgor har xil usullar bilan bo'lganiga nisbatan o'tda ishchilarni oshirib qo'ymaydi-da. Endi davlat idorasi u ham shunaqa nimadir qilib odamlarni sal mana qilib turishadi. Ko'p topshirib yubormaydi. Zo'r. Ya'ni asosiy ta'lim to'g'ri Amerika bilan bog'liq ta'lim, professional birinchi ish faoliyatingiz ham Amerika bilan, keyin qaytib kelib O'zbekistonda davom ettirishga qaror qildingiz. Shunaqa. O'sha birinchi kelganimda 2021-yil fevralda keldim. O'shanda to'y harakatlarini boshladik, boshqa. Ana o'sha paytda ham Mijonish Muhammedov bilan ko'rishib gaplashganimizda, Muhammad Aziz, mana siz necha yildan beri moliya sohasida ishlayapsiz. Aksiyalar bilan ham shug'ullanasiz. Bizda hozirgi vaqtda O'zbekistonda mana shu aksiyalarga qiziqish kuchayyapti va bilamanki, Muhammad Aziz, siz misol uchun aksiyalar bilan islom moliyasiga asoslanib olib borasiz. Ana shu narsalarni odamlarga o'rgatsak, qanday qaraysiz bunaqaga, bunaqa taklifga, misol uchun treyning, master klasslar qilsak degan taklif bilan chiqdilar. Keyin endi ochig'iga aytdilar, qancha daromad qilish mumkin bundan. Sababi men bu yerda Amerikada ochig'i 100 ming atrofida topardim yiliga. O'zim asosiy ishim o'sha buxgalteriya, moliya va qo'shimcha ba'zi bir ishlarim bilan yiliga 100 ming atrofida topardim. Amerikada 100 ming juda ham yetib ortadi, bitta oilani bemalol katta qilish uchun. Men o'shani tashlab Toshkentga kelishim uchun qanaqadir nisbiy ko'rsatib berishlari ham, motivatsiya ham har tarafdan shunaqa bo'lish kerak edi. Endi aniq summasi bilan aytdilar, Muhammad Aziz, mana shunaqa daromad qilishingiz mumkin deb. Va bu manfaatli ham turtki bo'ldi o'zi. Men turtki bo'ldi men uchun. Chunki ertaga agar boshqa ish bilan shug'ullanishim mumkin edi, lekin agar boshqa yo'nalishda ketib boshqa ish bilan shug'ullanganimda birinchidan o'zimni soham bo'lmasligi mumkin edi va baribir oxirsida iqtisodiy tarafiga kelib taqqoslaveraman. Amerikada buncha qilardim, buncha o'shanga shunaqa bo'lmasligi uchun hammasini sinchkovlik bilan yaxshilab o'ylab chiqib, plus menga o'zimga yoqtirgan tarafi ta'lim berish, ya'ni o'zim bilgan narsani boshqalarga o'rgatish, boshqalarni o'sha to'g'ri yo'lga yo'naltirib yuborish men uchun hop kamroq topishim mumkin Toshkentda, lekin o'sha narsa menga ko'proq berdi, motivatsiya berdi. Qoldim keyin Toshkentda. Qoldingiz, hozir biz bilan podkastdasiz. Qolib har xil darslarimizni boshladik, ya'ni aksiyalarni islom moliyasi bo'yicha yurg'izish darslarini boshladik, qiziqish katta bo'ldi va shu 2 yil ichida 2021-yildan 2023-yilgacha deyarli 10 ta guruh darslarimizni yakunladi. Hozirgi vaqtda ham ko'plar bilan aloqada bo'lib turaman, gaplashib turamiz. Lekin shu darslar davomida men bir vaqt o'zimni investitsion fondimni ham boshladim. Aksiyalar bilan shug'ullanuvchi investitsion fondni 2021-yil boshladim. Undan oldin o'zi ancha vaqt aksiyalar bilan shug'ullangandim. Ba'zi bir tanishlarimni
pulini boshqarib borardim, lekin investitsion fond darajasiga chiqmagan edim. 2021 yil investitsion fondda boshladim. Bizda bu yoqda haqiqatdan ham qiziqish ko'p ekan. Albatta. O'sha digital boom bo'lgan paytga ham to'g'ri keldi. Siz qaytishingiz, umuman odamlar shunaqa digital formatda investitsiyaga qanaqa qilib pullar qo'yish, ochiqroq ko'paydi. Xuddi shunday. Darslarning davomida qiziqishdi, qiziqib, keyin investitsion fondni ham boshladik. Bir vaqtda darslarni olib bordim va investitsion fondni ham olib bordim. Investitsion fond ko'paygan, kattalashgan sari ko'proq e'tibor fondga bo'lib qoldi, ochig'i. Shuning uchun ham darslarni davom ettirmaslikka qaror qildim. O'zim keyin faqatgina konsultatsiya qoldi. Kimdirlar qiziqqan bo'lsa, o'shalarga to'g'ri yo'l ko'rsatib yuborish, boshqa bo'yicha konsultatsiyalar hali ham berib boraman. Hali ham o'zim ham ko'rishib odamlar bilan. Chunki ba'zi bir bu ham mana shu investitsiya sohasi bizda hali u darajada rivojlanib ketgan sohalardan biri emas. Shu sababli odamlarda ko'p noto'g'ri yo'lga kirib qolish, bilmagan holatda juda ham ko'payib ketdi. Ko'payib ketdi. Pulni boshqa joyga qo'yib qo'yish, pulini ola olmaslik yoki juda ko'p aldovlar ko'p bo'ldi. Shunaqa. O'zim oldimga ham kelishardi. Mana shuncha o'tga qo'ygan edim, bunaqa bo'ldi, mana shunaqa bo'ldi deb iloji boricha yordam berishga harakat qilardim, lekin to'g'risi ba'zi bir holatlarda shunaqa holatga prosta endi boshqa ko'z yumish kerak shu narsaga. Boshqa iloji yo'q. Boshqa ilojisi yo'q. Shu joyga bitta savol kelyapti, Muhammad Aziz aka. Hozir ko'p kuzatyapmiz, misol uchun Instagramda ham bir soatda $100 tikib, $20,000 topdim. Yaqinda menga anaqadan ham keldi. Telegramda $200 pul tikkan odam 130 million ko'targanligini sizga jo'natdim-ku. O'shalar haqida asli ular qanaqa qilib bunaqa kichkina summa bilan katta daromad qilganligini ko'rsatib, maqtanayotganligini bir qisqacha yoritib bersangiz. Chunki ko'rgan odamni qiziqtiradigan holatda $100 tikyapti, $20,000 ishlayapti. To'g'ri, ko'pchilik ishonmasligi mumkin. Men shaxsan o'zim ham ishonmayman, lekin bu yerda asos o'zi nima? Kurs sotishmi? Orqasidan, misol uchun men shunaqa daromad qilyapman. Emotsiyadan foydalanib. Emotsiyada nima qilinmoqchi? Mana shu narsani bir yoritib bersangiz mutaxassis sifatida ko'pchilik manfaatli bo'ladi. Albatta. Men o'zi shu kurs boshlaganimda meni yo'nalishi faqat aksiyalar bo'lgan. Aksiyalar bo'lgan va aksiyalarga kirish uchun siz ya'ni sharik to'g'ri keladigan, ya'ni dinimizga muvofiq bo'ladigan holatda aksiyalarni oldi sotish bilan shug'ullanish uchun aksiyaga egalik qilishingiz kerak. Va ba'zi bir o'ziga kattaroq brokerlar, ya'ni broker qisqacha aytib o'tsam, bu o'sha sizga aksiya oldi sotishini imkoniyatini yaratuvchi platforma, tashkilot, broker deyiladi. Shu kattaroq brokerlar, misol uchun Interactive Brokers o'zim ishlatadiganim yoki Amerikada har xil brokerlar bor. Misol uchun Robinhood, Webull, lekin O'zbekistonda ishlamaydi ular. Interactive Brokers O'zbekistonda ishlaydi. Ana o'sha brokerlar sizga rostakasm aksiyani beradi. Siz o'tga o'zingizni rostakasm pulingizni qo'yishingiz kerak. Misol uchun $100 qo'ysangiz, siz $100 aksiya ola olasiz yoki $1000 qo'ysangiz, $1000 aksiya ola olasiz. Mana shu yo'li o'zi to'g'ri yo'l hisoblanadi. Chunki siz aksiyani to'laqonli egasiga aylanasiz. Keyin shu aksiyani hozir tosiz, bunda ham qaysiga mumkin, qaysiga mumkin emas. Bu taraflari ham bo'ladi. Aksiya bo'ldi demak mumkin ekan emas. Yo'nalishiga qarash kerak-da. Albatta hozirgi vaqtda misol uchun aksiyalarni o'sha shariy tarafdan muvofiq yoki muvofiq to'g'ri kelmaydiganligini tekshirib beruvchi skrinerlar bor. Men o'zim ko'pincha Zoya degan application ishlataman. Zoya o'sha AOFI qoidalariga asosan aksiyani sotib olishga mumkinmi yoki mumkin emasmi tekshirib beradi. Asosiy bu yerda AOFI asos bo'ladi. Hamma shu Zoya va Zoyaga o'xshagan platformalar uchun qonundagi ularning kodeksi shular asosida tekshirib bo'ladi, bo'lmaydi. Ko'rsatib berishadi. O'zini algoritmiga kirgizib qo'ygan shu AOFI qonun qoidalarini va o'sha orqali
aksiyalarni tekshirib beradi. Undan keyin aksiyani olishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni aksiyaga to'liq egalik qilasiz, siz Shunaqa. o'zingizni mulkingiz qilasiz, keyin shu mulkingizni summasini, qiymatini kimlarga sotish Xuddi yoki- shunday o'sha broker orqali yana sotib, o'shanda daromad qilishingiz mumkin. Bu yerda hech qanaqa qarama-qarshilik to'liq o'zingizni mulkingiz bo'ladi chunki. Shuna. Aksiyalarniki juda oddiy o'zi. Sotib olasiz, o'zingiz mulkingizga aylanadi. Keyin hozir siz so'ragan savolingiz bo'yicha chetlashib ketmasdan o'shanga javob Shanga bersam. javob beraylik. Chunki ko'pchilik kuzatib turibdi. Qiziq bo'lyapti-da. Siz mana boshqa brokerlarda, misol uchun bizda mamlakatimizda ishlaydigan yoki misol uchun kirib registratsiyadan o'tsa bo'ladigan boshqa har xil brokerlar bor. U brokerlar aksiya bilan bir qatorda ko'pida aksiya yo'q, lekin hozir aksiya hammasida aksiya yo'q deb noto'g'ri gapirib qo'ymang. O'shanga aksiya bilan bir qatorda CFD degan kengaytmasi contract for the difference deyiladi. CFD degan qurilmani ham taklif etishadi. Ana o'sha CFD degan qurilmada siz aksiya egasiga aylanmaysiz. Misol uchun yozib qo'yadi Apple aksiyasini CFD'si deb. Ana o'shani olishingiz mumkin, lekin aksiya egasiga aylanmaysiz o'tdi. Ular siz misol uchun o'sha CFD'lar uchun biriga 20 taklif etishadi. Bu nima degani? Siz $100 qo'ysangiz, siz $2000 ga to'g'ri keladigan CFD olishingiz mumkin. Misol uchun o'sha boshida aytib o'tganimda, ya'ni real aksiya olish uchun real pul kerak. Siz lekin misol uchun $100 qo'yib 2000 lik aksiya olasizmi? Bilingki, bu o'sha reallikdan uzoqroq narsa. CFD bu sizga hech qanaqa egalik huquqini bermaydi. Bu o'sha ishlab chiqilgan qurilma. Amerikada mumkin emas. Amerikada CFD brokerlar CFD taklif eta olmaydi. O'shanga ham aylanib o'tishadi. Amerikada ish olib borishmaydi. Ko'pincha misol uchun o'sha Osiyo davlatlarida yoki qatta hali qonunchilik bo'lmasa o'sha bo'yicha o'sha mamlakatlarda faoliyatini yuritishadi. Misol uchun ertaga deyli, misol uchun O'zbekistonda ham aytilsaki CFD bilan savdo qilish mumkin emas yoki deyilsa, o'z-o'zidan brokerlar ham faoliyati qaysi bir ma'noda taqiqlangan bo'lib qoladi. Amerikada mumkin emas CFD. O'sha ba'zi bir brokerlarga registratsiyadan o'tayotganingizda bitta joyga tasdiqlab qo'yishingiz kerak. Amerika rezidenti emasman degan joy bor. O'sha joyni tasdiqlab qo'yish kerak. CFD da siz egalik qilmaysiz va katta risk olib deyli o'sha $100 qo'yib $2000 bilan sotib olasiz. Qayerdan o'sha aytasiz-ku, mana shuncha foiz daromad qildim. U qayerdan kelib chiqadi? Deyli o'sha $100 qo'yib $2000 lik narsa oldingiz va tasavvur qiling, siz yaxshi сделка bo'lib qoldi, 10% daromad qildingiz. 2000 ni 10% necha bo'ladi? $200 bo'ladi. Siz o'zingiz $100 qo'ygan edingiz. Hozir daromadingiz $200 ishlayapsiz. Degani $100 $200 ga aylanyapti qaysidir ma'noda. Agar o'zingizni qo'ygan pulingizga hisoblasangiz, siz 100% daromad qilyapsiz. Ana bu ko'p, misol uchun o'sha bizani sotsialniy setlarda, ya'ni o'sha Instagram yoki boshqa Facebooklarda chiqib qoladigan ko'p marketingaviy qadamlarga o'xshagan marketingaviy qarmoqlarga o'xshagan narsalar asosan o'shanga borib taqaladi. Ya'ni $100 qo'ydim, $200 bo'ldi. Sababi bu yoqda margin, ya'ni margin yoki leverage deyiladi. O'sha broker sizga foizga pul beradi. Foizga sizni pulingizni ko'paytirib beradi. Misol uchun $100 qo'ysangiz, o'sha pulingizni 2000 qilib beradi. Qolgan 1900 ga siz foiz to'laysiz. Bankdan pul olgandek gapdi. Shunga ham bariga rostrikasi aksiya olmaysiz, lekin mabodo siz olgan nimadir aksiyangiz yaxshi oshib qoldi, o'sha CFD yaxshi oshib qoldi, 10% ga oshdi. Bo'lib turadi bozorda har doim bunaqa holat, bunaqa g'ayriodatiy holat emas. Lekin o'sha siz margin, ya'ni pulingizni ko'paytirganingiz evaziga siz $100 $200 bo'ladi va 100% daromad qilgandek ko'rinadi o'zi. Lekin buni boshqa tarafi ham bor. Siz $100 ga 2000 lik narsa olsangiz, agarda o'sha olgan narsangiz ozgina pastga tushadigan bo'lsa,
broker o'zidan avtomatik ravishda siz narsangizni sotib yuboradi va siz hech narsasiz qolasiz. Ya'ni siz 2 mingga narsa oldingiz, 4% tushsa, bu degani 4% ga tushsa, misol uchun o'sha 1900 ga yaqinlashib borgan sari qoladigan pul. Broker sizni birinchi ogohlantirib, keyin ogohlantiradi. O'zing sotib olgan yoki pul qo'shgan deb ogohlantiradi. Siz agar ikkalasini ham qilmasangiz, avtomatik ravishda sotib oladi. Siz o'z-o'zidan $100 shundoq kuyadi. Ko'pincha pulga tushib qoldim, shunaqa bo'ldi, bunaqa bo'ldi deydigan holatlarda leverage, o'sha margin ishlatilgan bo'ladi. Sababi siz o'zingiz sotib olsangiz, o'zingiz pulingizga hech kim sotib olmaydi. Men hozir 1.20 deb aksiyaniki, CFD'nikini aytdim, lekin forex bozorida juda ham forex bozori u keyingi etap xavfli hisoblanadi. U yoqda 1.500, 1.100, 1.200 leverage ham olishadi. Xavfli deganingiz qaysi ma'noda xavfli? Ya'ni 1.20 olish o'zi yomon. Risk juda risk darajasi oshib ketaveradi. Amerikadagi brokerlar ham sizga margin beradi. Bermaydi emas, lekin ular 1.2 beradi, ya'ni $100 esa $200 qilib beradi. Ya'ni 100 qo'shib beradi o'zini oldida, lekin haqiqiy pulni beradi. Bu holatda ham misol uchun o'sha broker bankdan pul oladi, foizga sizga pul foizga beradi. Ular foizdan deyarli daromad qilmaydi. O'sha siz to'lagan foizni bankka o'tkazib yuboradi. Lekin ular nimadan daromad qiladi? Ko'proq savdo qilsangiz, o'z-o'zidan komissiyasidan daromad qiladi. Lekin mana bu Amerikada ishlash mumkin bo'lmagan boshqa brokerlar sizga noreal pulni beradi. Noreal puldan yana foiz ham oladi. Qo'shimchasiga va mana o'sha CFD'larda 1.20 bersa, Forexda, ya'ni valyuta oldi-sotisida 1.200, 1.500 katta leverage beriladi. Bu o'z-o'zidan risk darajasini juda maksimal darajada oshirib yuboradi. Ko'plar misol uchun o'zingiz tasavvur qiling, valyuta oldi-sotisidan daromad qilish juda qiyin o'zi. Aksiyalarda ko'proq volatillik bo'ladi, tepaga ko'tariladi, pastga tushadi. Misol uchun valyuta mana oddiy O'zbekiston so'mini dollarga nisbati misol uchun yillik olsa ham u darajada yilga oshsa 10% bo'lishi mumkin, 15% bo'lishi mumkin. Misol uchun-da aksiyalarda kerak bo'lsa oyiga 10%, 15% tepaga pastga yuradi. Misol uchun bizda qachondan beri mana 12700 atrofida turibdi, 12750, 12800 ga yaqinlashyapti. Lekin siz real daromad qilish uchun juda ham katta summa tashlashingiz kerak. Ko'p mana shu marketing va tuzoqlarda kichkina summa tashlab, mana shunaqa daromad qildim deb ko'rsatiladi forex bozorida. Lekin uni tegadigan narsasi kichkina summani juda maksimal darajada ko'paytirilgan. Qo'shimchasiga agarda siz o'sha sizni qaysidir valyutani oldingizda sizga qarshi harakatlanib qolsa, yana o'sha holat. Broker avtomatik ravishda sotib yuboradi. Yana nol balans bilan qolasiz. Juda menga ham misol uchun o'sha paytda so'rashganda, boshqa qilishganda umuman bunaqa narsaga qarshi edim. Hali ham qarshiman. Sababi olinadigan riskka arzimaydi. Undan ko'ra eng yaxshisi o'zi mana shu ishonchli broker ochib, o'zida bor pul, nech pul orttira olsa, misol uchun oyiga qancha daromad qiladimi, kichkina qismini misol uchun mana shu investitsiyaga olib qo'yib, $50 bo'ladimi yoki $100 bo'ladimi, $20 bo'ladimi, farqi yo'q. Ozginadan o'sha investitsiya qilib qo'yilsa, rostakasm aksiyalarga rivojlanadigan kompaniyalarning aksiyasiga investitsiya qilib qo'yilsa, sekin-sekindan yig'ilib boraveradi. Buni asosiy daromad manbai ham qilish kerak emas-da. Azartga kirib, shunaqa passiv dohodga olib qo'ysa bo'ladi. Ortib qolgan pullarni sekin tashlab, har doim o'zi mana shu aksiyalarga, boshqasiga passiv dohodga kirish kerak, passiv dohod yo'nalishida bo'lish kerak. O'sha paytda misol uchun men so'rashinglar mumkin, misol uchun sizda aktiv dohod ko'p, misol uchun. Siz moliyaviy portfolio boshqarishingiz hisobiga ham bo'lsa kerak. Asosan shu, misol uchun. Menda ham boshida passiv dohod bo'lgan. Men o'sha men qachon investitsiya qilishni boshlaganman? 2016-yili
o'sha birinchi brokerimni ochganman. Robinhood degan Amerikada o'sha broker chiqqanda 2016-yil ochganman. O'shanda pul qo'ygan edim. O'zim mana shu sohaga qiziqib yurardim. Keyin bitta tanishim aytib qolgan, mana shunaqa broker ochilibdi yaqinda. 2016-yil ochganman. O'shandan keyin sekin pul qo'yib borganman. 2018larda o'zim ko'proq qiziqishni boshlaganman. Sababi ishni boshlagandan keyin sekin pul orttirishni boshlaganimda boshida ham orttirardim. Orttirgan pulimni to'g'risi Toshkentga jo'natardim. Uy qurishadi. Uy qurishga. To'yga. To'yga emas. To'yga o'qimaganman. Men uy qurishga qilganman. O'zim o'sha paytda domda turardi edi. Qiziqishingiz haqida gaplashamiz xudo xohlasa. Alohida mavzu. Keyin o'sha 2018da ko'proq pul qo'yib boshlaganman. O'shanda ham menga har doim passiv daromad bo'lgan. Ya'ni asosiy ishim shu buxgalteriya, moliya bo'lgan. Keyin bu yoqda taksiga chiqardim. Daromadimdan o'sha o'zim qolganini investitsiya qo'yaverardim. Yig'ilib boraverardi. Keyin o'rtog'im men bilan ishlashni boshlagan, yaqin o'rtog'im. Ya'ni ishlashni boshlagan sizga menga ishongan holatda, boshqaruvda. Misol uchun qachondan beri mana shu sohada yuribsan, boshqa qolsa, men orttirib qo'ygan pulim bor edi. Misol uchun O'zbekistonda u paytda hali bu brokerga qo'yish sal imkonsiz edi. Hozir misol uchun ancha bemalolroq bo'lib qolgan. U paytda hali imkoniyati pastroq edi. O'shanga men orqali investitsiya qilgan. Ancha manfaatli, yaxshi bo'lgan. Zo'r. Keyin shu orqali menga sekin aktiv bo'lib borgan. Endi hozir boshqa proyektlar ham bor, o'shaning orqasidan boshqa proyektlar qilingan. Bular haqida ham keyin gaplashib o'tamiz. Hozirda ham aktiv bilan bir tarafdan qarasa aktiv, lekin men o'zim aktiv trader emasman. Misol uchun kompyuter oldida o'tirib olib chiq bosib o'tirmayman, misol uchun oldi-sotdi qilib. Meni yo'nalishim asosan fundamental tarafga yondashilgan, ya'ni o'zim moliyachi bo'lganimdan keyin har bitta kompaniyani o'rganib chiqqan holatda shu kompaniyaga investitsiya kiritsa bo'ladimi, bo'lmaydimi? Misol uchun investitsiya kiritaman, keyin kuzatib boraman, qanaqa investitsiya kiritganim, qanaqa boryapti, kompaniyaning ishi yaxshi ketyaptimi yoki yo'qmi. Agarda kompaniyaning ishi yomonlashadigan bo'lsa, hisobotlarda ba'zida minusga ham chiqishga to'g'ri keladi. Hisobotlar bo'yicha tahlillar berib borasiz. Misol uchun iloji yo'q, ba'zi hamma qilgan hisoblaringizdan har doim to'g'ri chiqavermaydi. Shuni oldini olish uchun diversifikatsiya qilinadi. Har xil yo'nalishlarga, har xil kompaniyalarga investitsiya qilinadi. Sababi qaysidir, misol uchun 10 ta kompaniyaga investitsiya qilsangiz, 2 ta, 3 tasidan minus qilsangiz ham qolgan 6 ta, 7 tasi sizni minusingizni yopib olish uchun. Shu orqali aktiv o'zi kirishmaganman. Boshqarib boraman fondda. Hozirgi fondimizda fondning nomi Alif Investment. Ha, Alif boshqa bizda boshqa misol uchun Nasiya, Alif Mobil ular bilan bog'liq emas. Aloqasi yo'q. Men o'zimni farzandimning ismiga qo'yganman. Fond boshqaruvchi fondning nomi Alif Investments. Investorlarning shirkatining nomi Baraka Investment hisoblanadi. Ya'ni qaysidir ma'noda yuridik jihatdan bu Alif barakani boshqarib boradi. Ya'ni investorlar barakaga qo'shilishadi va Alif Investment barakani boshqaruvchisi hisoblanadi. Hozirgi vaqtda 70 ga yaqin investor bor va fond umumiy aylanmasi 2,5 millionga yaqinlashib qolgan. 2,5 millionlik portfolyoni boshqarib boriladi. Bu o'zingiz yoki jamoa? Asosiy boshqaruvchi o'zimman, lekin menga har xil ideyalar tashlab turuvchi tanishlar bor. Ya'ni Muhammad Azizga mana shu kompaniyani ko'rib, tahlillar berib, yaxshiga o'xshyapti, boshqa darajagacha ham keldim, xudoga shukr. Lekin bundan keyin kengaytirishga ikkilanib turibman. Nimaga? Sababi o'sha yana o'sha moliyaviy savodxonligi bor, taqaladi. Misol uchun bozorda tepa pastlar bo'ladi, tushishi bor, ko'tarilishi bor. O'sha narsani odamlarga tushuntirib berishim ba'zi bir holatlarda qiyinroq bo'lyapti.
misol uchun qaysidir kompaniya misol uchun tushgan taqdirda endi men ataylab bu kompaniyaga investitsiya qilmayman-ku, misol uchun ish davomida tushishi mumkin, boshqa tushyapti bu yo'q faqat ko'tarilmayapti degan savolga shunaqa savollar tug'ilishi borda, o'shanga ham men o'zi ochig'i mana shu asosiy Alif Investmentda kirish pastki limitini ko'tarib qo'yganman. Ya'ni qaysi holatda kelib siz bilan birga ishlash mumkin, qaysi budjet va uni shartlari masalan? Oldinlari hozir asosiy shart, eng pastki limiti 10 million, ya'ni 12 million deylik, 12 million. Lekin ko'tarib borish sharti bilan. So'mda gaplashamiz. So'mda. Endi men $1000 deyman, taxminan 12 million. Menga farqi yo'q, qaysi birini qilsa ham, baribir ham o'sha so'mda bo'lgan taqdirda ham o'sha kundagi kurs bo'yicha o'girib alohida portfolio ochiladi. Brokerga jo'natishim uchun baribir ham dollarda jo'natishim kerak. Aksiyalarni dollarda olishim kerak. Nima bo'lgan taqdirda ham o'sha hozirgi vaqtda shu $1000, lekin keyinchalik qo'shib borish sharti bilan men o'zi oldin o'ylardim, hammaga ochiq qilsamchi, misol uchun studentdan yoki boshqasi ham investitsiya qilish imkoniyatini yaratish kerak deb o'ylardim. Lekin keyin bu fikrimdan qaytdim. Chunki bir qilib ko'rganimda ko'p savollar tushishni boshladi. Misol uchun ochig'i ko'p savollar tushdi. Unaqa qilishim uchun men bitta katta komanda qilishim kerak ekan. Hali unaqa katta komandam bo'lmasdan unaqa kichkina hammaga ochiq qila olmas ekanman. O'sha sababli boshqa fondimni yaqinda ochdim. Tamal Invest degan ko'proq ko'chmas mulk bilan faoliyat olib boruvchi fond. Vaqtda ham hozir aksiyadan chiqib ketmagan holatda keyin uni keyingi savollarga javob berganimda zo'r hozir mana shu anaqa bo'yicha ham aytdilar-ku, odamlar aldanib qoldi, boshqa narsa. O'sha narsalarni oldini olish uchun ham baribir yordam beradi-da bunaqa investment fondi, masalan, darajasi, uni boshqaruvchini o'zi to'g'ridan to'g'ri masalan sizga kelib shuncha summa siz aytmaysizki, menga $1000, senga ozginadan keyin $10,000 qilib beraman. O'zi shu narsa ham adashtiryapti-da insonlarni. Faqat trading sohasida emas, umuman ijtimoiy tarmoqlarda odamlarni faqat motivatsiyasi pul bilan. Ya'ni shu narsaga erishasizlar, sayohatlarni ko'rsatishadi, baland holatlar, lyuks Dubayga borishadi, u yoqqa borib, o'zini luxury hayotni ko'rsatib, shu narsaga chaqirishyapti. Qancha odam kasod bo'lib ketadi shuni orqasidan. Shunaqa. Aksiyalar aytasiz, bar halol bo'lish kerak, qarab, endi sizning yo'nalishingiz bo'yicha. Boy forex aytdik, forex bu biz uchun ulamolar ham, endi o'zim musulmon deb hisoblagan juda ham ko'plar qarshi baribir forexga. Bilishim bo'yicha. Rasmiy fatvolar chiqqan-a? Endi forex bo'yicha hali men to'g'ridan to'g'ri oqlab, ya'ni qilib berishligini haqida men ko'rmadim. Forexda mendan ham endi ko'p so'rashardi o'zi. Forex qachon? Endi men ko'p eshitganlarim, men hozir bitta narsani to'g'ri yoki noto'g'ri deb qo'ymoqchi emasman. Har xil spot trading degan narsalar bor. Misol uchun agarda o'sha spot trading bo'lib broker sizga egalik bersa, ko'p narsa bu yerda egaligi ham borib taqaladi. Ya'ni siz o'zingiz pulingiz bilan olsangiz, o'sha olgan valyutangizga egalik qilsangiz yoki olgan xom ashyoyingizga egalik qilsangiz, ko'p ba'zi bir misol uchun islom moliyasi deyiladi, anaqa mumkin deb qarashgan. Yana hozir yana mani gapim bo'lib qolmasin, bu fatvo emas yoki boshqa emas. Lekin mana bunaqa qonun qoidalari bor. Ya'ni o'sha siz qaysidir valyutani olyapsizmi, dollar sotib yevro olyapsizmi, o'sha haqiqiy o'sha spotda bo'lishi, o'sha sizning hisobingizda bo'lishi, o'zingiz pulingiz bilan olishingiz yoki kimdirlar oltin savdo qilyapman deydi. Oltin, kumush, qog'ozlari bilan asosan ishlashadi. U faqatgina misol uchun o'sha oltin savdo qilyapman yoki neft savdo qilyapman degan holatlarda real narsa emas-da u. Bitta narsani tan olish kerak, sababi siz shu oltin savdo qilyapman deb oltinga egalik qilmaysiz. Egalik huquqini bermaydi. Yoki agarda shunaqa platforma bo'lsa, ya'ni siz oltin olib o'sha oltinga egalik qilsangiz bo'ladi desa, oltin savdo qilish mumkin qachonki
egalik bo'lsa o'shanga. Misol uchun bizning markaziy bankka borib oltin slitka sotib olishingiz mumkin. Misol uchun borib sotib olasiz, siz to'laqonli egalik qilasiz, qo'lingizda ham ushlashingiz mumkin. To'g'ri, men misol uchun Amerikada ba'zi bir fondlar bor. Haqiqiy sotib olsangiz, haqiqiy oltinni sotib olgan bo'lasiz. O'sha depozitariyda turadi o'sha oltin. To'g'ri, uni ushlamasangiz ham, lekin sizga o'sha tasdiqlovchi aniq hujjat beradi. Ha, u boshqa holat. Lekin misol uchun o'sha CFD'larda oltin savdosi qilish, shu forex bozorida oltin savdosi qilish u o'sha shariy tomonidan to'g'ri kelmaydi. Sababi siz real egasi bo'lmaysiz yoki o'sha neft savdo qilyapman deyilgan holatda ham real neftni, misol uchun barrel neft qayerda turibdi, borib olsa bo'ladi, bunaqa narsa yo'q. Yoki o'sha valyutada u forexda daromad qilish juda qiyin narsa agar siz juda rost katta pul bilan kirmasangiz. Odamlarni qiziqtiradigan tarafi shu $10 qo'yib ham pulingizni $1000 yoki $2000 qilish imkoniyati. Shu narsa qiziqtirib kichkina summa bilan kirsa bo'lar ekan deyiladi. Lekin siz shug'ullanmaysiz, to'g'ridan-to'g'ri faqat aksiyalar bilan ishlaysiz. Meniki yo'nalishimda faqat aksiya. Boshidan aksiya bilan boshlaganman, hozir ham aksiya, keyin ham xudo xolasa faqat aksiya bo'ladi. Har bitta investorda bargan qanaqadir investitsiya qilayotganda qo'rquv bo'ladi. Misol uchun mana shu odam mana shu kompaniya bilan investitsion shartnoma qilyapman. Agar ertaga birinchi so'rashadigan savoli sizga nimadir bo'lsa, Muhammad Aziz-ku eng ko'p uchadigan savollardan bittasi nimadir bo'lgan taqdirda insoniy faktor. Nima qilamiz shu holatda? Shunaqa savolga birinchi javobim misol uchun mana shu Alif Investment Amerikadagi SEC degan davlat sistemasidagi korxona desak bo'ladimi yoki shu tekshiruvchi organi bor. O'sha ham bilan registratsiyadan o'tgan. Brokerdagi hamma hisob ham meni nomimda emas, o'sha Baraka Investment nomida, Alif Investment bilan Baraka Investment nomida va har bitta investor bilan shartnoma qilinganda agar fanga nimadir qilingan bo'lgan taqdirda yo'qolib qoldi, misol uchun aloqaga chiqmayapman, odam qo'lida shartnoma bor, misol uchun ki Amerikani o'sha davlat organida men haqimda hamma informatsiya bor. Har bitta investor buni kirib tekshirishi ham mumkin. Ya'ni Amerikani davlat saytiga kirib, misol uchun shu Baraka Investment Management deb kiritilsa, mani registratsion nomeri, mani adresim, telefon raqamlarim, kompaniya haqida ham ma'lumot kelib chiqadi. Ya'ni ulardan registratsiyadan o'tilgan. Bu narsalar nimaga qilingan? Investorlar xavotir olmasligi uchun, ya'ni rostakasi investitsion kompaniya bilan shartnoma qilyapman degan fikrda, xayolda, fakt tarafdan shunaqa xayolda bo'lishligi, ko'ngil xotirjam bo'lish uchun shunaqa qilingan. Bexavotir bo'lish uchun. Lekin qo'shimcha proyektlar kiritilyapti. Sababi agar bu ham mana shu asosiy proyektni moliyalashtirayotgan bo'lsa, bu proyektlar asosiy va investitsion fondga qaysidir ma'noda yordam beradigan proyektlar hisoblanadi. Chunki investor barga misol uchun mana shu amra shartnoma qilayotganda bu yoki boshqa proyektlarni ko'rib ham sal ko'ngil xotirjam qilishi mumkin. Ya'ni agar mabodo nimadir bu proyektga nimadir bo'lib qolgan taqdirda ham boshqa proyektlar bor, ya'ni tortib keta oladigan. Ya'ni o'sha daromad bilan ta'minlab bera oladigan. Hozir Tamal Realty Investment haqida gapirdilar. Sizga savolingiz bor edi, shu mavzu ko'chmas mulk bir-biriga yaqinroq, sizlarning yo'nalishinglar ham qurilish bo'yicha, o'sha bo'yicha qanaqa ishlanadi o'ti? Nima farq bor Alifdan? Ko'chmas mulkka o'zi qanaqa kirib qoldi? Mana shu Alif Investment daromad qilayotganda har doim o'ylab yurardim. Misol uchun shunaqa vaqtlar ham bo'ldiki, misol uchun bu yerdan Alif Investmentdan daromad qildim, lekin aksiyaga qaytib qo'ygim kelmadi. Aksiyaga qaytib qo'ygim kelmadi. Sababi shunaqa bozordagi vaziyat shunaqa ediki, yaxshi aksiya topolmay qoldim. Hozir qaysi aksiya qo'ysam, shu ketishi bor, boshqasi bor. Ba'zi bir holatlarda ko'tarilishiga ko'zim yetmadi. O'shandan ko'chmas mulkka kirib qoldim. Ya'ni ko'chmas mulkka sekin tahlillar asosida ko'rib, o'rganib, ko'chmas mulkka sekin-sekin
bu ko'chmas mulkka olib qo'ya qolaylik deb. Agar mabodo u darajada oshib ketmagan taqdirda ham pul stabil turadi degan ma'noda. Ko'chmas mulk degani bu O'zbekistondagi ko'chmas mulk. O'zbekistondagi ko'chmas mulk. Nimaga O'zbekistondagi ko'chmas mulkka o'zi qiziqdi? Sababi to'g'ri O'zbekiston bu Amerika yoki Dubay emas. Misol uchun Dubayga borsangiz, juda katta kompaniyalar, asosan misol uchun MR yoki Damak, quruvchilar ko'p, Bingati degani bor, har xil. Juda ham ko'p developerlar shu yerda. Danube katta quruvchilar bozor egallab olib rosa qurishadi. Dubay o'zini dunyoga reklama qiladi, ya'ni kelinglar bizdan uy olinglar, misol uchun mana shunaqa dunyoga sotadi. Investitsiya ular uchun hammaga investitsiya deb ko'rsatishadi. Yokida misol uchun Amerikada ko'chmas mulk olsangiz, sizda stabillik bor, misol uchun. To'g'ri, u ham arzon emas, ko'chmas mulk ancha qimmat hisoblanadi, lekin misol uchun bozori stabil. Siz O'zbekistonda Amerikada. Misol uchun Hmm. Amerikada bozori stabil, ancha misol uchun rivojlangan davlat. Lekin men misol uchun O'zbekistondagi ko'chmas mulkka oldim. Sababi o'zim shu yerdaman. Birinchi sababi o'zim shu yerda bo'lganim uchun hozirgi vaqtda va qo'shimchasiga bizda qanchadir uzoq vaqt qurilmadi uy. Bemalol oldindagi misol uchun oxirgi 10 yil orqaga qarasak, hozirgi darajada domla qurilmas edi. Shunaqa. Hozir e'tiboran. Shunaqa. Hozir o'sha xalqaro tashkilotlar ham o'zligi aytishgan, O'zbekistonda hozirgi qurilish bilan ham hisoblaganda uy-joy o'zi yetishmaydi. Statistika bo'yicha hozir qurilayotgan uylar ham yetishmaydi. Shunaqa. Qurish davom ettirishimiz mumkin. O'z haqiqatda shunaqa. Keyin yana bitta plyus narsa, men endi o'zim farzandli bo'lib, o'sha farzand katta qilayotgan vaqtimizda va hozirgi vaqtda misol uchun детский площадкаlarga olib boramiz yoki mana shu bolalar o'yingohiga borishganda o'sha yerda men bitta ko'zim tushadigan narsa juda ham bola ko'p. Juda ko'p. Ularga ham uy kerak. Xuddi shu narsa u yoqda qanaqa? Nisbatan Amerikada yashab yurgan payt. Juda kam. Ochig'i juda kam. Demak bizga ko'proq uy kerak. Yaqinda men bu yoqda kelishdan oldin YouTube'da Avaz Oxunni bir humoristik kichkina videochalarni ko'rib qoldim. O'sha yerda aytayotdilar, Yevropaga bordim, 2 xat ayol ko'rmadim. Ko'rmadim deb tug'ilishida pasayib ketdi. Haqiqatda ham o'sha. Tug'ilish Amerikada misol uchun o'rtaroq anaqada yuradi, standartda. Sababi Amerikada immigrantlar ko'p. Migrant soni hisoblangan. Bizda Yevropada kam tug'ilishda. O'zbekistonda oxirgi 5-6 yilda tug'ilish juda baland bo'ldi. O'shanga yaqin yillarda bizda maktablar ozgina tanqisligi bo'ladi. O'shanga yaqin davlat programmasi chiqdi. Shaxsiy davlat subsidiyali kredit ajratyapti agar maktab qurmoqchi bo'lsanglar. Shunaqa. Bu narsa bog'chalarga ham orada bo'ldi shekilli, adashmasam, sababi davlatda qo'l statistika bor. Albatta. Misol uchun qaysi yili qancha bola maktabga chiqishi, shu 1-sinfga chiqishi yoki 4-5-sinfga o'tishi juda ko'p bola tug'ilgani uchun maktabga yetishmasligini tan olish kerak. O'shanga ham davlat o'zi subsidiya berib rag'batlantiryapti. U bolalar katta bo'ladi. Ularga uy kerak. Shunaqa. Ular oilali bo'ladi. Oilali bo'ladi. Endi bizda hozirgi ko'proq holatda ham o'zingizlar bilsanglar kerak. Oldinlari misol uchun 2 ta, 3 ta, 4 ta oilalar bitta xonadonda ham turishardi. Hozir bunaqa juda kamayib ketgan. O'sha hamma bo'limini alohida turadigan bo'lishyapti. Hamma misol uchun oilasi bilan alohida turilyapti. Ya'ni o'shanga ham hozir o'sha narsalar turtki bo'ldi. Qaysidir ma'noda O'zbekistonda ko'chmas mulk har doim stabil turadi. To'g'ri, qaysidir vaqtlar narxi ozgina korrektirovka bo'ladi. Lekin nisbatan bu narsa aksiya bozorida ham bor, correction deydi, ya'ni qaysidir aksiyalar oshib ketib, keyin pastga tushib to'g'irlama oladi. O'zbekiston bozorida ham bor. Misol uchun O'zbekiston ham
O'zbekistonda ko'chmas mulk bozori ham dunyoda qanaqa bo'lsa, bizda ham shunaqa iqtisod qonunlari ishlaydi. Lekin bizda ko'chmas mulk, misol uchun ba'zi birlar bo'ladi-ku, kutib tursam tusharmikan deydigan, lekin olish kerakmi? Olish kerak. Bizda O'zbekistonda, ayniqsa Toshkentda tan olish kerak, bunaqa u darajada ko'chmas mulk narxlari tushib ketmaydi. Sababi aholi ko'p, talab katta. Migratsiya ham katta. Shunaqa, endi bu bizani sohaga yaqinroq bo'lgani uchun ko'chmas mulk o'zi investitsiya tikishi afzallik ham bo'yiga ham enik o'sadigan yo'nalishda. Nimaga aytsangiz, men oddiy misolda aytaman. Bitta uy olib, dom olib, arendaga beradigan bo'lsangiz, har oy passiv dohodingiz bo'ladi. Ham misol uchun 50 mingga yoki 80 mingga olgan uyingiz borgan sari, yil o'tgan sari 90 ming, 100 ming o'zi o'sib boradi, ham oyma-oy daromad keltirishni boshlaydi-da. Xuddi shunaqa. O'shaning uchun ham ko'chmas mulkka tikilgan investitsiya hozir ham mevasini beradi, kelajakda ham mevasini beradigan. Xuddi shunday. O'shanga ham nima desa bo'ladi? Men sekin-sekin yig'ib bordim proyektlarni. Hozirgi vaqtda Tamal Invest qaraydigan 8 ta loyiha bor. Hammasi ochig'i mana shu 40 bilan 60 kvadrat metrli orasidagi o'sha Energy O'zbekiston, BI Group yoki Golden House qurgan domlar. Ba'zi birlari bitgan, ba'zi birlari yaqinda topshirilish arafasida. O'zim keyin Tamal Investni ochishga nima meni motivatsiya berdi yoki rag'batlantirdi? Uylar olishga olinib qo'yilgan. Misol uchun ular remont qilish kerak. Boshqa keyin remont qilingandan keyin ular keyin daromad topib kelishni boshlaydi. Ana o'shaning uchun ham keyin o'ylab qaradim, Amerikada yoki G'arbda Real Estate Investment Trust degan tashkilotlar juda ko'p. Shunaqa. Real Estate Investment Trust ular nima bilan shug'ullanadi? Investorlar pul berishadi o'sha tashkilotga, u tashkilot u pullarni ko'chmas mulkka sarflaydi. Uy sotib oladi, uy quradi yokida shopping centerlar, ya'ni ko'ngilochar markazlar, mollar, har xil shunga o'xshagan narsani investorlar puli orqali moliyalashtirib o'shalarni barpo etadi va daromadini investorlar bilan ulashadi dividend sifatida. Bizda hozirgi vaqtda bunaqa proyekt o'zi yo'q. Bunaqa keng ma'noda bunaqa proyekt yo'q. Ya'ni kim eshitaman ko'p o'zimga taklif bilan chiqishga, ya'ni mana shunaqa joy quryapti, sherik qidiryapmiz yokida lekin o'sha bizda katta summalar haqida gaplashyapmiz-da. Real Estate Investment Trustga har bitta o'z xohlovchi qo'shilishi mumkin. Bunaqa uning uchun 100 ming, 50 ming, 200, 300 ming qo'shish shart emas. Misol uchun Amerikada o'sha Real Estate Investment Trustga bitta aksiyasi necha pul bo'lsa, $50 $50 olib ham qo'shilishingiz mumkin, qaysidir ma'noda. Keling, mana shunaqa proyekt o'zimda qilib ko'raylik degan ma'noda Tamal Investga asos soldim. Yaqinda ish faoliyatini boshladi. Ochig'i hali u darajada yurg'izmayapman. Hali ham ba'zi bir narsalarini o'ylab chiqyapman. Investorlar qo'shilishdi hozirgacha, lekin hali ham rivojlanish jarayonida. Boshida o'ylayotganimda meni maqsadim, misol uchun investorlarning puli asosan shu uylarni remontga ishlatiladi va uylar keyin arendaga qo'yiladi yoki sotiladi degan ma'noda ish yuritmoqchi edim. Ya'ni bizda O'zbekistonda ko'chmas mulkka qiziqish katta. Hamma ko'chmas mulk olishni yoqtiradi. Keyin biladiki, ko'chmas mulkda aksiyada farqli o'laroq ushlasa bo'ladi. Tamal Investda qaysidir ko'chmas mulkka egalik qilsa, o'sha ko'chmas mulkka adresi bo'ladi. O'sha investor bemalol o'zini mulkini ko'rishi mumkin. Juda shaffoflikda olib boriladi va investorga juda qulay. Va investor 5 million so'm bilan ko'chmas mulkdan daromad olishi mumkin. Bu hozir bitta kvartira bo'lsa, o'sha kvartiraning qaysidir qismiga egalik qiladimi, foydani qaysidir qismi qanaqa ishlaydi? Investor Tamal Invest bilan shartnoma qilib, investitsiya kiritadi va deyli o'sha kiritgan investitsiya Tamal Investni qaysidir
proyektini bitirishga ishlatiladi deylik, proyekt A. O'sha proyektni bitirishga ishlatiladi, o'zi taqsimlanadi, lekin o'sha proyektni bitirishga ishlatiladi va investor o'sha proyektni olib kelayotgan daromadga sherik bo'ladi. Deylik, proyektni bitishiga 1% hissa qo'shgan bo'lsa, foydani ham o'sha umumiy foydani 1% uniki bo'ladi. Proyekt bitish deganda remont qilib, umuman topshirishgacha bo'lgan jarayonni foydaga olib kelgan, o'sha noldan foydaga olib kelib, foydaga qancha hissa qo'shsa, o'shani dividend ko'rishda oladi. Xuddi shunday. Misol uchun bitta proyekt bitib, o'sha remont bo'lib daromad olib kelgungacha 50 mingga tushdi desa, kimdir qaysidir bitta investor 5 ming bilan kirgan. Ya'ni 5 ming to'lagan, bu degani 10%. Ertaga u proyekt deylik, misol uchun yiliga 10 ming olib kelsa, o'sha 10% investorniki bo'ladi. Tushunarli. Zo'r. Lekin hozir sal anaqasini o'zgartiryapman. Ya'ni men o'z boshida o'ylagan edim, bu hozirgi xonadonlarni ko'proq arendaga qo'yaman yoki sotiladi deb o'ylayotgandim, lekin bir boshqa yo'nalishda sal bosh qotiryapman hozir. Ya'ni investorlarga ochiq shaffoflikda mana hammasi taklif etiladi. Ya'ni investor o'zi tanlov bo'yicha shu bor proyektlarga qo'ysa bo'ladi, qaysi biriga xohlasa. Vaqt, qachon ishga tushish vaqti hammasi investorga ko'rsatiladi. Ya'ni hozir deylik, hozirgi bitayotgan bitta proyekt shu Energy Qorasuvda 45 kvadrat metrli joy bor. Hozirgi investor investitsiya kiritganda o'sha Qorasuvga qaratiladi. Lekin men ularni o'zimning joylarim anda o'ylab qarasam, yaxshi quruvchi qurgan, joylashuvi yaxshi, uzoq muddatli emas, qisqa muddatli arenda yo'nalishiga ko'proq qilmoqchiman. Ya'ni Booking.com'da qo'yib yoki Airbnb'da yoki misol uchun turistlar kelishadi. O'sha apartament holatida shunaqa holat, apart hotel deydi buni. Apart hotel, ya'ni kimdir bir kunga olishi mumkin, 2 kunga olishi mumkin. Agar yaxshi qilib, yaxshi hamma klientlar rozi qilib, yaxshi olib borilsa, arendaga qaraganda foydali darajasi balandroq bo'ladi. Misol uchun arendaga siz bizda o'z Toshkentda standart bo'lib qolgan narsa 0.81% ga ko'zlashadi. Ya'ni qaysidir joy sizga 100 mingga tushgan bo'lsa, o'sha yerdan $1000 arenda tushishi kerak degan standart kelishib qo'yilgan standart bor bozorda. Lekin agarda siz apart hotel qiladigan bo'lsangiz, deylik, kuniga $30 yoki $40 misol uchunda, agarda siz butun oy emas, yarim oy to'lsa ham qaysidir ma'noda oddiy arendaga qaraganda ko'proq foyda chiqadi. Ish ko'proq, to'g'ri, lekin foydasi ham shunga yarasha ko'proq bo'ladi. Va bozorda o'zining rolini olish uchun, misol uchun o'ylab qo'yilgan anaqalarim, ya'ni kimdir turistlar kelyaptimi, bizda arenda olsang, misol uchun aeroportdan kutib kuzatib qo'yish chekiradi, misol uchun. Shunga o'xshagan har xil marketing yo'llari. O'tga borsa, misol uchun uyda tayyor hamma narsa bor, suv pullarigacha qo'yib qo'yilgan. O'zini uyda his qiling. Uyda yoki Airbnb kelganda his qiladi. Kirib, shunaqa yo'nalishga o'zgartirmoqchiman. Sababi, men o'sha tamom investor reklama qilish boshlaganimda, men bu ko'chmas mulkni yana o'shana haligi aksiya narsaga taqalib qoladi-da yana. Bizda ko'plar kam pul investitsiya qilib katta daromad olishga harakat qilishadi, ochig'i. Ko'pchilik juda ham shunaqa. Ya'ni misol uchun 100 ming qo'ysamda 200 ming bo'lib qolsa yoki 300 ming qo'ysamda kamroq harakat qilsam-ku, ko'proq foyda olsam. Misol uchun ko'chmas mulkda deylik 10% realniy qilsa bo'ladigan daromadni men ya'ni valyutada hisoblagandim. So'mda emas, misol uchun valyutada hisoblaganda yiliga ko'chmas mulkdan 10% daromad qilinsa, o'zi eng rivojlangan davlatlarda ham zo'r hisoblanadi. Dubaydagi reklamalarni ham ko'rsanglar, sizga 7%, 8% deb reklama qilishadi, garantированный daromad qilasiz deb. Misol uchun bizda 10%, endi O'zbekiston bozori rivojlanayotgan bozor bo'lgani uchun 10% takir standart yaxshi hisoblanadi. Lekin ko'plar anta risk bilan taqqoslashga
sal ikkilanib qolishadi, ya'ni 10% kamdek ko'rinadi. To'g'ri, ko'p emas, lekin ko'chmas mulkda risk juda minimal bo'lgani uchun shunga yarasha daromadi ham pastroq. Shunga bosh qotirib, boshqa qilib investorlarga, shu Tamal Investga qo'shilmoqchi bo'lganlarga hali ham o'sha 5 million bo'ladi va o'sha 5 million bilan ko'chmas mulkdan daromad olish mumkin. Lekin bitta o'zgaradigan tarafi nima bo'ladiki, investor oldindan biladi qaysi proyektga pul qo'yayotganini, oldindan investorda tanlov bo'ladi va bu joy uzoq muddatli arenda emas, balki qisqaroq muddatli arendaga, gostinitsaga o'xshab qo'yilayotgani uchun daromadi sal yuqoriroq bo'ladi. Keyin qanchadir vaqtdan keyin baribir ham sotiladi o'z-o'zidan. Keyin u holatda ham investor o'sha sotilganiga daromad bo'ladi. Hozirgi vaqtda bizda shunga o'xshash proyektlar qaysidir ma'noda mavjud emas. Ya'ni siz ko'chmas mulkka olishingiz uchun ko'plab, misol uchun uyab qo'yib arendaga qo'yib qo'ysan deb yuradi, lekin uning uchun sizga kamida 35, 40, 50, 60 ming pul kerak bo'ladi. Hamma ham bunaqa qobiliyatga ega emas. Lekin Tamal Invest sizga o'sha qulaylikni yaratib beradi. Ya'ni siz 5 million bilan ham ko'chmas mulk egasi bo'lishingiz mumkin. Ya'ni O'zbekiston qonunchiligi asosida siz o'sha komandit shirkatiga a'zo bo'lasiz va komanditchiga aylanasiz va o'sha shirkat egalik qiladigan joylarni bir qismiga egalik qilasiz. Qachondan amalga oshiriladi to'liq taxminan? Hozir o'zi faoliyatini boshlagan. Hozirgi vaqtda ham qiziqishyapti va 3-4 investor qo'shilgan. Hali bunaqa kengayib ketmadi. Kiritilgan investitsiya ham hozirgi vaqtda kichikroq investitsiyalar. Lekin ish borgan sari va rezultat ko'rsatilgan sari o'ylaymanki qiziquvchilar ortadi. O'zi bizning mamlakatimizga kerak. Bizda qaysidir ma'noda nechidir yillar davomida o'sha investitsion bo'shliq bo'lgan. O'sha odamlar pulini qayerga qo'yishni bilmagan. Shunaqa. Sanduqga, yostiqqa. Misol uchun kimdirlar bankka qo'yadi. Men hozir qaysi bir to'g'ri noto'g'riligi haqida gapirmoqchi emasman, lekin bankka qo'yish niyatida bo'lmaganlar uchun boshqa variantlar juda kam bo'lgan. Ana o'sha narsani bizda investitsion bo'shliq bo'lib, ko'p holatlarda boshqa aldov yo'llarga, noto'g'ri yo'llarga qo'yib qo'yilgan holatlari bo'lgan. Chunki o'sha bo'shliq bor, kimdirlar o'zini o'sha yomon niyatlari bilan o'sha bo'shliqni olishga harakat qilishadi. Ana o'sha tufayli ham bizda mana shu investitsion yo'nalishlar kengayib borilsa, odamlar ham pulini qayerga qo'yishi, qayerga yo'naltirishi bilishadi va pul ishlasa, bitta joyda turmasdan pul ishlasa, ya'ni o'zi ham bilsanglar, inglizchasida currency deydi-ku, current oqim deganida. Ya'ni pul har doim oqib turishi kerak. Qanchalik oqqan sari bu davlat ekonomikasiga, iqtisodiga ham juda katta manfaatli bo'ladi. To'g'ri aytganingizdek, juda ham katta bo'shliq bo'lgan. Masalan, biza endi yoshroq avlod bo'lganimiz balki bilmasmiz, bizadan oldingi o'sha ustozlarimiz, akalarimiz ham ko'p aytishadi bu narsani. Ya'ni hozir ozgina ochiqroq bo'lgandan keyin, qilish mumkin bo'lgandan keyin aldovlar ham ko'payib ketdi. Yana boyagi narsalar yana aylanveradi. Odamlar har doim bo'lgan qanchadir miqdordagi ortiqcha puli uni yoki aytganingizdek uy olishgan yoki mashina olib arendaga chiqarishgan, ya'ni juda o'ta traditsion bizneslar bilan shug'ullanib, risklarni katta, masalan, oddiy avtomobilni berib qo'yish yoki uy ham arendaga bersangiz, uni o'sha muammolari, oldin propiska bilan muammolar, dokumentlar bilan, hozir dovernislar ham oson bo'ldi, nisbatan oson bo'ldi. Baribir shu bo'shliqni to'ldirish uchun finansiy maxinatsiyalar, aldovlar, sxemalar ko'payib ketdi. O'sha piramidalarga odamlar tushib qolishi, mashinalarni masalan qanchadir uzoq muddatga olish, hammasi shu bo'shliqdan. Ya'ni bunaqa sharoitlar yaratilsa, menimcha faqat bizga plus bo'ladi. Qurilish sohasidan uzoqlashmaymiz. Nima deydi, yangi loyihangiz haqida, yangi, men uchun yangi. O'tgan safar aytdilar Xon akam, malyarka bo'yicha adashmasakda. Malyarka. Kelinglar qisqacha aytishingiz mumkin. Men taksi sotib yuruvdingiz, qanaqa sohasiga sakrab o'tdingiz? Yo'q, biz olib keldik menimcha. Hozir ko'chmas mulkka qanaqa qiziqish, ichini tushunishingizni ko'rsatib bera oldik menimcha. Va to'g'ridan to'g'ri hozir bekorga promalyarkaga kelmadik menimcha. Xo'sh, va o'sha qurilish sohasida yurgandan keyin meni o'zim ukam
arxitektor prorab o'zi dizayn qilishadi, ya'ni ichki dizayn, tashqi dizayn, keyin prorablik bilan shug'ullanadi, o'zi arxitekturnida o'qigan, keyin o'zi kompaniyada ishlab tajriba yig'ib o'tgan yili o'zini o'rtog'i bilan alohida firma ochishib, o'zlariga alohida hozir proyektlar olib ishlashyapti. Shu o'rtog'imni tanishi bor edi, malyar bola, o'zi tegi o'zbekistonlik, lekin yoshligida Rossiyaga ketgan, o'sha yerda Rossiyada ishlab malaka oshirib, Rossiyadagi maktablarga borib 2022-yil notinch holat tufayli O'zbekistonga qaytdi. Qaytgandan keyin topoviy malyarga aylanib qoldi bizada. Sababi uni ishlash uslubi bizadagi ko'p malyarlarnikidan, hammanikidan demayman, bizada ham zo'r malyarlar bor. Lekin umumiy holatdagi ko'p malyarlarnikidan ajralib turardi. Ustunroq, keyin ishlash prinsiplari, ishini sifati juda farqlanadi. Katta obyektlarda ancha qimmatga ishlab yuradi hozir ham. Keyin u menga ideya bilan chiqdi. Ya'ni to'g'rirog'i kam ulashdi o'sha ideyani men bilan. Mana shu Elyor degan tanishim bor. Malyarlik maktab ochmoqchi. Ya'ni keyin men qiziqib qoldim. Borib Elyor bilan tanishdim, gaplashdim. O'tgan yil emas, uzr, mana shu yil boshog'ida proyektga qo'shildim. Bu proyektdan maqsad nima? Bu proyektning maqsadi bizada malyarlik sifatini oshirish, ustalarni malakasini oshirish, ustalarni klient bilan gaplashishga to'g'ri o'rgatish, sifatni oshirish va shu orqali o'zimizning komandamizga, ya'ni o'zimizning Elyor o'zini komandasiga ustalar yig'ish. Chunki deyli Elyor yangi proyektlar olayotganda hammasiga ulgura olmaydi. Notanish ustani jo'natgandan ko'ra o'zimizdan o'qishda bitirib chiqqan ustani jo'natgan ancha manfaatli bo'ladi va ishiga garantiya bera olamiz. Shu tufayli hammasini hisobga olgan holatda malyarlik kurslarini kirgizdik, boshladik. Boshlaganda ko'p odamlar yozishgan edi. Ya'ni bu bittasiga shogird tushib o'rgan olsa bo'ladi. Misol uchun, unga nimaga alohida dars kerak degan har xil negativ takliflar, fikrlar ham bo'ldi. Lekin bizni bu malyarlikni bargan nimaga rivojlantirdik? Sababi mana malyarlar o'zligi kelib aytishdi, juda ham manfaatli kurs deb. Sababi endi men o'zim malyar emasman, ichki narsalarni tushunmayman. Misol uchun malyarlar hozir ikkitasi turibdi, liniyasi turibdi. Mana shu yerda bekitishadi, boshqa qilishadi. Ertaga ochilib dars ketadi, misol uchun. Keyin malyar keladi, misol uchun ishini to'g'irlab berish kerak. Klient rozi bo'lmaydi, klientga qo'shimcha ish, boshqa malyarga ham boshqa qo'shimcha ish, boshqa. Undan ko'ra, misol uchun o'shani kelib biza hani Elyor qanaqa qiladi o'zini ishlarida. O'tgan mana shu liniyasi ko'rinmasligi uchun nima suradi, tagiga nima qo'yadi, misol uchun. O'sha hamma narsasini ko'rsatib o'rgatamiz. Elyor o'zi ham tan oladi. Oldin u ham misol uchun mana shu usta shogird sistemasi bo'yicha o'rganib, malyarlik qilib yurgan. Xatolar chiqib o'rgan, nimadirlarni tushunmagan, boshqa qilgan. Yaxshilab ketgan, keyin ozgina vaqt o'tgandan keyin treshini berib yuborgan yoki har xil holatlar bo'lgan. Valna, o'sha malyarlikda valna degan narsalar bo'lar ekan, tekis emas, boshqa har. Keyin Rossiyada shunaqa o'qishlar bor ekan o'zi. Professional malyarlar malyarlik markazi yaratib o'qishlar taklif qilishadi va shu o'qishga borgandan keyin o'sha bizning o'zimizdan master Elyor o'zini keyin xatolarini tushunib yetgan. Voy, bu yerda bunaqa emas, bunaqa qilish kerak ekan.
bunaqa emas, bunaqa qilish kerak ekan deb hammasini shu markazdagi o'qituvchisi ko'rsatib berib, uni to'g'ri yo'lga boshlab yuborgan. Mana hozir kelib shu Rossiyada ham shunaqa edi. Toshkentda qaysidir ma'lumot eng qimmat modellardan hisoblanadi. Klient bilan ham gaplashayotganda aniq konkretni gaplashadi. Men sizlarga mana shunaqa narxga bunaqa qilib beraman, bunaqa narxga bunaqa qilib beraman. Agar menga mana shunaqa to'lasanglar, buni kutmanglar. Bunaqa to'lasanglar, mana shuni kutsanglar, mana shuni qilib beraman deb aniq klient bilan gaplashadi. O'zi vaqtida ishlaydi, vaqtida tugatadi. Hamma o'sha shartnoma bo'yicha hammasini klientga ham chiroyli qilib topshirib beradi. Shu maqsadda o'quv kursimizni ochdik. Malarka kursimizni Parkent bozor tarafda maxsus studiya olib, har bitta oyiga bitta yoki ikkita guruh qilamiz. Har bitta guruhimizda maksimali 8 ta o'quvchi mumkin. Undan ko'pini olishga imkoniyatimiz yo'q, chunki o'zimizning masterli ham eplolmaydi. Undan ko'pini sifatga ta'sir qiladi. Keyin studiyamizni ham hajmi bor, endi baribgan, chunki biz har bitta o'sha malaka oshiruvchiga alohida kichkina xona yasab berganmiz. O'sha xonani noldan boshlab o'sha $15 ga kvadratiga ishlasa bo'ladigan darajada bitirib berishadi. Keyin biz o'zimiz ishga olamiz agar xohlashsa, chunki bizga keladiganlarni yarmi usta, yarmi prorablar o'rgangani yoki malaka oshirgani. Ustalarni o'zimiz ish taklif etamiz, sizlar bilan ishlashligi mumkin. Kursimizni narxi 3 million. 3 million va buning ichiga o'sha bir haftalik kurs, har kuni 4-5 soatdan materiallar, asbob-uskunalar, apparatlar, usti kiyim, bosh hammasi kiradi. Bunaqa narx qilishimizga sabab katta rahmat Knaufga. Knauf kompaniyasini ko'plab bilsa kerak, bizning asosiy sponsorimiz hisoblanishadi va ko'p materiallarni bizga yordam sifatida berishadi. Mana shu odamlar o'rgansin, manfaatli bo'lsin deb. Sababi agar hamma materiallarni ham narxini kursga qo'shib oladigan bo'lsa, ko'tarmasak qimmat bo'lib ketadi. Chunki ancha narsa ketadi. O'shanga biz 3 million qilib qo'yganmiz, hammaga manfaatli. Bizning maqsadimiz o'zi kasb o'rgatasizlar ham ishlab chiqib, yana daromadga to'g'ridan shunaqa. Bu misol uchun mana Elyor bilan anchadan beri ishlab yurgan, oxirgi 2 yildan beri ishlayotgan komandasi mana yaqinda o'zi ham aytdi, bitta proyekt tugatishdi, oyiga bo'lib olganda 1700 dan topishdi. O'zbekiston uchun juda yaxshi hisoblanadi, ayniqsa misol uchun qurilish sohasida bo'ladigan bo'lsa. Endi misol uchun 3 oy olish, 3 oy deb bitirib, misol uchun har bittasi 6000 mi olgan, 6000 umumiy olishgan, har kishi boshiga hisoblaganda 1700-1800 dan tushgan edi. Endi shu darajaga chiqish o'zi ham bor. To'g'ri, hozir 3 millionga o'qib, bir haftadan keyin borib men shunaqa topaman degan gap emas. Lekin bu to'g'ri yo'nalish beradi. Misol uchun boshlayotgan odamga ham, misol uchun biz o'zimiz kimdir endi boshlayotgan bo'lsa, bizlar bilan praktikani bemalol davom ettirsa bo'ladi. Ya'ni misol uchun bir hafta kurs tugadi bo'ldi emas. Bizlar bilan ishlab praktika qilmoqchi bo'lsa, obyektlarga chiqib, bizda 2-3 ta obyektlari bor. Har vaqtda 2-3 ta obyekt bo'lib turadi. O'sha obyektlarga borib ishlashi mumkin. Misol uchun ko'rib, malaka oshirib, misol uchun bo'ldi, bir hafta o'qitamiz bo'ldi. Pulini to'lading bo'ldi, bunaqa narsa yo'q. Malarlik klubimiz bor. Malarlik klubiga a'zo bo'ladi, oddiy boshqa modellar bilan fikr ulashish uchun. Keyin biz ba'zi bir malarlik apparatlarni ham sotamiz, o'shani bozor narxidan arzonga olish mumkin. Faqatgina master klasslar har xil bo'ladi, ya'ni klasslar ham bo'ladi. Ekotizim qilmoqchi, ekosistema. Shunaqa malarlik markazi qilib, bizning o'zimizdagi malarlarni malakasini oshirish, misol uchun klient bilan to'g'ri ishlash. Chunki shunaqa holatlar bo'ladi, ba'zida klient qattiq qo'lroq bo'lsa, mana ukam yaqinda bitta holatda aytib beryotdi. Ukamni o'sha tanishi shartnoma qilishgan klient bilan. Bitta joy malarligini tugatib berishga $8 danmi kelishgan. Ularni prorabi sal ko'proq va'da berib yuborgan. Ya'ni malarlikdan chirog'i bo'ladi o'zi. Devorga qo'ysa hamma tekis notekisligini ko'rsatib beradigan chirog'i bo'ladi. Hop deb qo'yilgan.
misol uchun o'shanda bilan tekshirib olsa bo'ladi. u yuqori standart hisoblanadi. Ha, yuqori standart hisoblanadi. Uning uchun qimmatroq olish kerak-da o'zi. Shu orasida nimadirda xob deyilgan, ular ishlab qilib berishgan chiroyli qilib, lekin tekshiruvdan o'tolmagan. O'sha apparatida ular tekshiruvdan o'tolmagan. mijoz holatga narsa bo'lmagan. Shunaqa. U narsa bo'lmagan. Agar mijozga boshidan aytilganda, misol uchun apparat bilan tekshiradigan qilib beramiz, lekin narximiz mana shunaqa bo'ladi deganda mijozdan xursand bo'lib, rozi bo'lar. Rozi bo'lar, chunki o'zi talab qilyapti, summani biladi taxminan. Keyin nima bo'lgan? Boshqatdan bu qilishgan, boshqatdan ancha pulga tushilgan, boshqa o'zligini yonligidan boshqatdan. Ha, o'zligini yonligidan keyin agar o'sha boshidan gaplashilganda o'sha narsa yokida yaqinda bizning kursimizga bittasi qiziqdilar, kela olmadilar, lekin xohladilar kelishni vaqtlari to'g'ri kelmay qoldi. Bizning kursimiz kunduz kuni bo'ladi, ularning vaqtlari kechki payt ekan. Faqat ular o'zlari ustamaslar. Lekin o'zlarini uylarini bitirishlari kerak. Boshida o'sha model ishlagan, xato qilib qo'yishgan, juda katta pulga tushgan ekanlar. Kelislarda keyin o'sha kraska sotuvchilardan o'sha qilganda bizlarni masterga maslahat berishgan ekan. Mana shu Elyor kursi bor. Borib o'rgansangiz bo'ladi deb. O'shanga qiziqib bizga aloqaga chiqdilar. Ular nimani o'rganmoqchi edilar? Nimasiga qarab men qabul qilib olay. Men misol uchun mijozman, nimasiga qarashim kerak? O'shalarning hammasini ikir-chikirini o'rganishga kelmoqchi edilar. Lekin shunaqa holatlar ham o'zi ko'p bo'ladi-da. Misol uchun usta ishlatasiz, boshqa qiladi. O'zingiz xohlaganingizdek qilib bermaydi. Misol uchun bitta narsani aytib, boshqa narsa chiqib qoladi. To'g'ri. Yoki даже ko'p bo'ladi. Shu ustalarning o'zida ham misol uchun-da kelishuvni noto'g'ri bo'lib qoladi. Yoki ustalar ham nimadir qilishadi, keyin deyli bir hafta o'tdi, qanaqadir dars ketib qoladi, qaytadir boshqa bo'ladi. Nima qilish kerak? Endi qilib berish kerak. Agar insofli usta bo'lsa, insofli usta hammasi kelib o'sha joyini to'g'irlab qilib beradi. Bu degani ba'zi bir insofsizlar aloqaga chiqmaydi. Bo'lib tugatdim, bitirib ketdim deb umuman boshqa topa olmaysiz. Lekin insofli halol ustalar kelib tuzatib boshqa qilib berishadi. Lekin o'sha narsa bo'lmasligi uchun ham agar boshida nimasi bo'ldiki, nima mana shunaqa bo'ldi. Nimasini qilmadim, qaysi narsa surilmadi yoki qo'yilmadiki, mana shu treshina ketib qoldi. Ba'zi bir holatlar ustalar aytib berishyapti, kattakon joy qilishga tekislayman deb gipsa karton ustiga narsa surishgan, boshqa qilishgan, gipsa karton orqasiga namli o'tib ketgan, keyin hammasi tushib ketgan. Shunaqa holatlar ham bo'lar ekanda. Ko'p qurilishda gipsa karton hammasi tushib ketgan, shuncha qilingan, ish bekor ketdi. Biz o'rgatamiz qanaqa bu holatda nima gipsa karton ishlatgan yaxshi, bunisida nima gipsa karton yoki nima ustiga qo'yish kerak, nima qilsaki mana shu narsalar bo'lmasa, siz pulga tushmas. Misol uchun 3 million uchun o'zi zo'r narx hisoblanadi. Mana 3 million ishlatdim, mana 13 million, 30 million siz cho'ntagingizga qoladi. Mana shu holatda men bitta narsaga tushunib yetdim. Misol uchun o'sha malarka kursini ham reklamasiga o'zim qarayotgandim. Men organizatsiyaga ko'proq qarayman. Ustamiz faqat ustachiligini, usta ishlarini qiladi, dars berish boshqa. Men u joylarga aralashmayman. Lekin reklama bitta narsani tushunib yetdimki, hozirgi yoshlar qasdir ma'noda kamroq ishlab ko'proq daromad qilishga ko'proq qaratib fikr xayol shunaqaroq. Sababi men birinchi kursimni $1000 ga sotganman. Ochig'i trading bo'yicha birinchi kursim $1000 ga sotganman. Birinchi potokimga 40 tacha odam kelgan. Endi yog'ini hisoblab o'rasizlar qancha daromad bo'lgan bo'lishi mumkin. Endi xarajatlari ketgan, misol uchun hamkorlar bilan bo'lishilgan. Lekin bir oyda yaxshi daromad tushgan. Keyin o'zim anaqamga nima deydi, insofimga unchalik qilmagan, men ko'p o'ylab yurardim. $1000 lik bilim bera olmanmi o'zi? Keyin undan keyingi kurslarim narxini pasaytirganman. Lekin mana tradingda odamlar shunaqa bo'lib qolganki, men misol uchun kresloda o'tirib olib, kompyuterga chiq qilsam pul bo'lib qoladi. Lekin haqiqatda bunaqa emas. Misol uchun malarlikni reklamasini boshlaganimizda ko'plar qimmat ekan, misol uchun yo malarlikni o'zim o'rganib olsam bo'ladi, misol uchun shogird tushib o'rganib olsam bo'ladi, boshqa har xil anaqalar tushdida, misol uchun
malarlik kasb, qo'l mehnati. Ana yoqda tradingga misol uchun ba'zi birlar bor 3000 ga sotadi, 2000 ga sotadi misol uchun qimmatga trading kursi sotishadi. Misol uchun o'sha yerga va'da ham shunga qarz olib kimdirlar boradi misol uchun yoki boshqa narsa yig'ib qo'ygan pulim va hozir mana shu tradingga 3000 ga ishlatsam 3000 ham keyin 10000 bo'lib qaytib keladi. Misol shunaqa degan fikrlar bilan borishadi, lekin asosiysi mehnat qilinmasa-da, osonroq yo'l bilan osonroq topsa, pul topib qo'yilsa. Misol uchun malarlikda bu qo'l mehnati. kasb bo'lgan. Men nazarimda eng shirin o'zi maroqli daromad bu o'z kun oxirida keladigan teringiz artib mana qilingan daromad men nazarimda eng aniq hisoblanardi. Men o'zimni boshimda ham o'tganda, men o'sha Amerikada Covid paytida juda bosib ishlaganman. Sababi biz uydan ishlashga o'tgan edik. Uydan ishlashga o'tib, ertalab ishimda ishlardim. Soat 5 da ish o'chirardim. Taksiga chiqib ketardim. 8 soat, 8-9 soat taksida yurardim. Kuniga где-то 14-15 soat bo'lib ketardi ishlaydigan vaqtim. O'ylanmagan va 2020-yil. Kelishingizdan oldin. Ha, kelishimdan oldingi uni tugatib, to'g'risi o'sha buxgalteriya uyda o'tirib charchamas edim uncha. Uyda o'tirasiz, namda qilib, kompyuterga qarab o'tirasiz. Keyin uyda ishlaganingizda anti nima deydi? Sal anaqa holat, lekin obedda uxlab olardim ham, dedi, kerak bo'lsa uxlab olardim. Atmosfera ta'sir qiladi. Endi hech kim sizga qarab tushunmayapti, nima qilsa, nima qilsa. Misol uchun endi Amerikada bunaqa narsa sizga ish beradi, ish qilib qo'ysangiz bo'ldi. Sizga kim nima qilsa, qildingmi, qilmadingmi hech kim so'ramaydi. Oy oxirida mana shu sizni anaqa checklistingizda vazifangizda 30 ta 40 ta ish bo'lsa, hammasini qilib qo'ydingizmi bo'ldi, yaxshi. Mana sizga hech kim tepangizga kelib buni qildingmi, buni qilyapsanmi, qani buni qilganingni ko'rsat deb buni qilmaydi. O'sha narsa endi work ethics deydi. Bu ish etikasi sal boshqacha. Peshinda ishlab o'tirib, misol uchun peshinga o'zimiz vaqtimiz bor, boshqa o'sha vaqtda misol uchun uxlab olishga ishlatardi. Albatta uxlab olib, ovqatni boshqa payt yeversa bo'ladi, ishlab o'tirib, boshqa qilib. Lekin kechki payt ishga chiqardim. Kechqurun misol uchun 1, 2, 3 qilib qaytib kelardim. Atlanta Issiq shtatda, Georgia shtati, Issiq shtat, Atlanta shaharida. Tellab turadi odam, qancha ozgina yugurib mehnat qilsangiz tellab ketadi. Lekin misol uchun shu taksida yurganimda meni maqsadim har hafta $1000 qilish edi. Anaqaga qo'shimcha tarzda. Haftaning oxirida misol tellab boshqa qilib, unda teringiz artganingizda suv chiqib, lekin o'sha ochig'i, o'shadan topgan daromadim menga juda shirin ko'rinardi. Aksiyalardan qilgan daromadimga qaraganda, misol uchun bir haftada taksida $1000 topish uchun hozir bu ko'rinishi mumkin, bir oyda 4000 bo'lyapti. Misol uchun taksini o'zidan dedi. Ana katta daromad o'zi ham misol O'zbekiston anaqasini hisoblash standarti bilan hisoblasangiz, ya taksidan bu anaqa emas, professional darajadagi ish emas. To'g'ri, o'zining xarajati bor, benzin, boshqa mashinasi, anaqa har xil moyni almashtirasiz, boshqa qilasiz. Deyli o'sha haftasiga $1000. Mana aksiyada soatiga 1000-2000 lab anaqa tepa pastga chiqib ketadi. Lekin o'sha $1000 men uchun juda anaqa maroqli, o'zimni xursand qiladigan pul bo'lardi, ochig'i. O'shanga ham kraskada ham, malarlikda ham bu mehnat odam qo'lida mana shunaqa mehnat qiladigan ishlar kerak, o'rganish kerak. Ertaga agarda revolyutsiya bo'ladigan bo'lsa, ya'ni sun'iy intellekt revolyutsiyasi bo'lib, dunyo o'zgarib ketadigan taqdirda ham sun'iy intellekt hali beri malarlik qila olmaydi. Shunaqa. Misol uchun avtomatni olib kelib bitta narsa bo'lishi mumkin, misol avtomat kelib, o'sha avtomat o'zi. Lekin o'sha avtomatni ham to'g'ri boshqarish kerak, boshqa qilish kerak. Hozir ham misol uchun kraska pis sepiladi. Biz ko'p bizning ustida asosan bezvaz o'sha havosiz purkagich degan bor. Endi bezvazdushka deyishadi o'zi. O'sha bilan sepishadi asosan valikda qilgandan ko'ra. Tep-tekis chiqadi unda. Valikda qilsangiz, 1000 zo'r valikda qilganingiz bilan bargan qadr budri bo'ladi. O'shanga bezvazdushka sepadi.
ishini ancha yengillashtiradi. Lekin o'shani ham sepishni bilish kerak. Mahorati bo'lishni bilish. Bizga kelayotgan misol uchun ustalar ham yarimi ayniqsa o'sha bezvozdушкani o'rganing deb kelishadi. Kursimiz asosan mana shu ustalarga ancha manfaatli. 3 million evaziga ancha O'zbekistondagi yangi yo'nalishlar, chunki doim oldinlari kasb hunar kollejlari bo'lardi. hozir yo'q. Hozir bunaqa kasb hunar kollejlari yo'q. SR paytlarda nima desa bo'ladi, hozir tilim kelmayapti. SR paytda ham bo'lgan texnikum. Odamlar maktabdan keyin texnikumda o'qishardi. Texnikumdan keyin zavodlarga yoki fabrikalarga ishlashga kirishardi. Texnikumlarni vazifasi zavodda ishlash, fabrikada ishlash yoki o'sha kasb hunar kolleji sifatida ko'rilardi. Hozirgi vaqtda bunaqa odamlar kasb o'rganishdan qasddan ma'noda uzoqlashib qolyapti. Shunaqa. Lekin bu narsaga men qo'shilmayman. Yaxshi narsa emas. Chunki nima desa bo'ladi? O'sha zavodlarda ishlashga odam kerak baribir ham. O'sha sababli ham misol uchun mana O'zbekistonda mana Germaniyani bilsangiz, eng tak og'ir sanoat, hammasi yaxshi rivojlangan, misol uchun zavodlarda. Agarda bizda ham odamlar mehnatga ko'proq, masalan, kasb hunar narsalar ko'paygan sari ko'payyapti, sekin bo'lyapti, yo'q demayman. Odamlarda ham o'sha hunar o'rganishga, kvalifikatsiyalangan kadr bo'lishga anaqa oshadi. Sharoitlar yaratilsa, ularga mos sharoit qilib berilsa, hamma nyuanslari ko'p mana uchun bunaqa. Ko'p, lekin bizda O'zbekistondagi eng katta muammolardan bittasi bu kadr yetishmasligi, professional kadr yetishmasligi. Hamma sohada deyarli. Misol uchun nimaga chet elda qimmat-qimmatga menejerlar kelyapti? Misol uchun-da, mana Uzumlarda yoki mana o'zimizning banklarda ham, mana ayolim bankda ishlagan, qasd qisqa vaqt bankda ishladilar. O'sha bankda ishlaganlarda chet elliklar ko'p edi. Ayniqsa mana shu anaqadan keyin 2022 da kelishgan, 2021 da kelishgan, Rossiyadan kelishgan boshqa. Ular bizdagilarga qaraganda ancha ko'proq oladi. Ancha ko'proq oladi. Sababi banklar, misol uchun yoki o'sha katta tashkilotlar ularga to'lashga tayyor o'sha narxi. Chunki o'shanga yarasha ular effekt olib kelishadi. Ya'ni savdoni oshirishga yoki o'sha sistemani qo'yishga, boshqa hokazo. Yoki mana o'zimizda ham oxirgi yillar ancha chet ellik anaqalar ko'paydi-ku, chet elliklar. Yoki mana maktablarda. Misol chet ellardan o'qituvchilar olib kelishadi. Misol uchun. Bizning o'qituvchilar shunaqa bo'la olmaydimi? Misol uchun chet ellik o'qituvchiga bizning o'qituvchiga qaraganda 2 barobar ko'p pul beradi. Misol uchun bizning o'qituvchiga $1000 bersa, chet ellik o'qituvchiga $2000 beradi. Qo'shimchasiga xarajatlari, uyga, shunaqa narsalar bor. Bizning o'qituvchilar, biz o'ylaymanki, bizning o'qituvchilar ham shunaqa bo'la oladi. Bo'la oladi. Bizda degan yaxshi o'qituvchilar ham boshqa davlatlarda ham hattoki bor. Shunaqa. Lekin o'sha O'zbekistondagi o'sha bitta muammolardan bittasi o'sha professional kadr yetishmasligi. O'ylaymanki, mana shu malarlik kursimiz ham qaysidir ma'noda o'sha malarlikda kerak bo'ladigan kadrlar yetishtirib berishga, professional kadrlar yetishtirib berishga xohlasa yordam beradi. Albatta, zo'r. Har xil tema haqida gaplashdik. Zo'r chuqur tushuntirib yozilgan ko'pchiligini. Qurilish, vaqt juda ham tez o'tib ketdi. Juda ham tez o'tdi hozir. Mana qarab turibman, soat juda ham tez o'tib ketdi. Vaqtimiz nisbatan chegaralangan. Lekin bizga boshida sovg'a dedik, shartlarni tushuntirsangiz, Muhammad Aziz aka bilan gaplashib, bir sovg'a e'lon qilib, xudo xolasa sekin yakunlaymiz menimcha. Shartlari oddiy. Shu podkast ko'rgandan keyin olgan insightinglarni yozib, atmetga qilib qo'yadigan bo'lsanglar, kimni insight ma'qul deb topilsa, keyin aloqaga chiqish uchun username bo'lsa yoki telefon nomer farqi yo'q, Telegramda aloqaga chiqamiz. Xudo xolasa Instagramda shu atmetga qilasizlar, YouTube'da yozib qo'ysanglar, sovg'a nima bo'lishi mumkin? Muhammad Aziz aka. Boshda so'radinglar, o'zi o'shanda ham ketib o'tganimda, mani o'zimni yo'nalishlarim har xil bo'lgani uchun
temalar ham har xil bo'lib ketdi. Shunaqa Bu zo'r yoqda bo'ldi. aksiyalardan boshlab bu yoqda keyin fanlarka bilan Tugatdik. agar davom ettirishganda o'zi yana boshqa proyektlar bor. Davom ettiramiz. Hali ikkinchi qismi xudo xohlasa. Boshqa proyektlar bor. qismi. Xudo xohlasa ba'zi bir proyektlar litsenziya olish Nasib etapida bo'lsa. turibdi. Ular bilan ham ovoza bo'lishamiz xudo xohlasa. Albatta. Kimdirlar agar aksiyaga qiziqsa yoki investitsiya sohasiga qiziqsa, sovg'a sifatida ertalabki biznes nonushta Zo'r. men tomonidan taklif etamiz. Agarda siz qurilish sohasiga qiziqsangiz yokida malarlikka qiziqsangiz, shu malarlik sohasida yurgan odam bo'lsangiz, sovg'a sifatida bizning malarlik kursimizda malaka oshirsangiz bo'ladi tekinga. Juda manfaatli. Kuchli ta'til. Ikkala yo'nalish bo'yicha ham Kim qaysi yo'nalish bo'yicha qiziqsa, shu asnoda yozib qo'ysa, nimaga, qaysi sayt bo'ldi, nimaga sizga bu narsa kerakligini ko'rsatsanglar, xudo xolasa tanlab Xo'taziz akaga taklif qilamiz. Xudo xolasa. Nasib bo'lsa, keyingi ikkinchi qismini ham olish niyatida xayrlashamiz bo'lmasa. Xolasa rahmat kattakon. Rahmat Vaqtingizni sizlarga ajratganingizga. suhbat uchun, rahmat taklifingiz uchun.